Biskvit pishirganinglarda cho'kib, berch bo'lib, yaxshi o'xshamay chiqayotgan bo'lsa, ushbu videoni sizlar uchun tayyorladim. Demak, barcha mahsulotlarni taqdim qilib olamiz. Men 7 ta tuxumdan 25 diametrli biskvit tayyorladim. Idishimizga barcha tuxumlarni chaqib olamiz. Shakar, suv, kukuruzli kraxmal, avaleks, razrexelitel va vanilin, albatta un solib mikserimizni past tezlikdan boshlab eng balandigacha ko'tarib mikserlaymiz. Bu jarayon 3 daqiqadan 8 daqiqagacha vaqtni tashkil etishi mumkin. Bu albatta mikserimizga bog'liq hisoblanadi. Xuddi shunday oppoq воздушный massa hosil bo'lganda, tagiga folga qog'oz o'ralgan qolpimizga solib olamiz. Turetskiy biskvitda yana bitta fishkasi, chetlarini xuddi shunday ko'tarib qo'yamiz. 170-180 gradusda 45-60 daqiqa davomida pishirib olamiz. Biskvit o'xshamaydiganlarga jo'natib qo'ying. 3 ta tuxumdan shunaqa zo'r 4 ta 0 dan boshlab o'rgatganman. Oxirigacha ko'rish maslahat beraman. Shu tuxumni oqini sarig'idan ajratib olamiz. Oqini yaxshilab ko'pirtiramiz. Shakar solib yana biroz mikser qilib olamiz. Ketidan 3 ta tuxum sarig'ini solib, yana mikser qilib, o'chirib, so'ng un va razrexetin solib, aralashtirib bo'lib, qolipga solamiz. 150 gradusda 1 soat davomida pishirib olamiz. Sovigach 3 ga bo'lib, tortga yasatishni boshlaymiz. Qaymoq bilan shakarni yaxshilab ko'pirtirib mikser qilib olamiz. Qaymoq kremni bir xil yo'nalishda mikser qilsanglar, shunda chirib tushmaydi. Videoda ko'rsatilgandek qilib, tortni yasatishni boshlaymiz. Orasiga xohishga qarab nachinkalar solishingiz mumkin. Men banan soldim birinchi qavatiga. Ikkinchi qavatni ham xuddi shunaqa qilib krem surib, ustidan valyoniy molokoga yong'oq aralashtirib, orasiga surib va oxirgi qavatini yopamiz. Endi shanti krem uchun 1 piyola shanti va 1 piyola sut solib, ikkalasi ham muzdek bo'lishi kerak. Yaxshilab ko'pirtirib olamiz. Tayyor shanti krem bilan tortni ustini tekis qilib olamiz. Xohishga qarab shunaqa gul chiqarishingiz mumkin. Pergamin qog'ozni shunaqa kesib yasatishni boshladim. Shu ko'ra turli xildagi gulli qo'yib yasatishingiz mumkin. Videoga like bosib, yaqin tanishingizga yuborib qo'ying. Shu kabi turli xildagi shirinliklarni o'rganishni xohlasanglar, o'zimni offline kursimga taklif qilib qolaman. Tort tayyorlash qoidatasiz, ammo biskvitingiz doimo o'xshamasdan chiqishidan charchagan bo'lsangiz, siz uchun umuman cho'kib qolmaydigan 2000% ishonsangiz bo'ladigan retsept. Birinchi bo'lib muzdek tuxum, muzdek suv, muzdek avaleks. Qolgan mahsulotlarni elakdan o'tkazib, birinchi pastroq оборотda, keyin esa mikserni eng baland оборотida ko'pirtiramiz. Qolipga shunaqangi borchiklar chiqazib joylab, ustini folgada yopib pishirib olamiz. Pishganini bo'lsa doimgidek shpashka tiqib tekshiramiz. Eng asosiy siri biskvit cho'kib qolmasligi uchun uni polniy to'mparib qo'yib sovutamiz. Yoki yarim kun yoki bir kun esa pichoqni qolipga tirab ko'chirib olamiz va bizada 1 gram ham cho'kmagan, bo'ylari balandgina bo'lgan biskvit hosil bo'ladi. Yana qanday biskvitlarni o'rgatishimni xohlasangiz, kommentariyada yozib qoldiring. Videoni o'zingiz uchun saqlab, sahifamga obuna bo'lishni unutmang. 3 ta dona masalliqdan shunaqa ishib chiqadigan klassik biskvit tayyorlaymiz. Bayram dasturxoni uchun ajoyib tort tayyorlaymiz. 6 ta tuxum oqini sarig'idan ajratib, tuxum oqiga chimdim tuz solib, yaxshilab qotguncha ko'pirtirib, 250 gram shakarimizni oz-ozdan solib, yaxshilab ko'pirtiramiz. Shakar tugagandan keyin tuxum sarig'ini solib, bitta aylantirib, o'chirib, yengilgina aralashtiramiz. E'tibor beramiz, elangan unimizni qoshiqda o'lchab soldim. Avval 3 qoshiqni yaxshilab aralashtirgandan keyingina yana 4 qoshiqni elab soldim. 6 ta tuxumga, demak, 7 qoshiq unimizni solib, elab yengilgina aralashtirib 23 diametrli qolipimizga solamiz va 160 gradusga 40 daqiqaga qo'yib pishirib olamiz. Juda ham yengil, oson, tez tayyor bo'ladigan biskvitimiz tayyor. Xohlagan turdagi mevali yoki shokoladli tortillarni tayyorlasanglar bo'ladi. Biskvitim yoqqan bo'lsa, sizlardan bitta like kutaman. Yangi yilga tort qilmoqchisiz, lekin hech ham biskvitingiz o'xshamaydimi? Unda bu retseptim aynan siz uchun. Hech qanday ximikatlarsiz, oddiygina uy sharoitida tayyorlasa bo'ladigan damashniy biskvit pishiramiz. Eng avvalo tuxum oqlarini sarig'idan ajratib olamiz. Tuxum oqini biroz ko'pirtirib, shakar solib, qattiq tik bo'lgunicha ko'pirtirishda davom etamiz. Buning uchun sizlarga aynan planetarniy mikser bo'lishi shart emas. Oddiy qo'l mikserida ham xuddi shunaqa biskvit qilsa bo'ladi. Xuddi shunaqa qattiq tik hosili bo'lgunicha ko'pirtiramiz. Tuxum sarig'ini solib, 3 sekund ko'pirtirib o'chiramiz. Tayyor bo'lgan tuxumli massaga 6 osh qoshiq unni gorkasi bilan solib elab olamiz. Biskvitga qancha tuxum solsangiz, shuncha osh qoshiq un solasiz. Massamizni lopatka yordamida pastdan tepaga qilib yengil aralashtirib olamiz. O'shanda biskvitlarning ichiga havo kirib, yana ham воздушный chiqadi. Kalka qog'oz ustiga qolipimizni qo'yamiz va ustidan tayyor bo'lgan biskvit massasini qo'yamiz. Hozir sizlarga bitta sir ochaman. Biskvit solingan qolip ustiga folgani shunaqa yopib qo'ysangiz, biskvitlar hech qachon cho'kib qolmaydi. 160 gradusda qizigan duxovkada 50 minut davomida pishirib olamiz. Birinchi 30 minutda duxovkani umuman ochmasligingizni tavsiya qilaman. Pishgan biskvitni shunaqa turg'izib qo'yib sovutamiz. Sovigan biskvitni pichoq yordamida qolipni orqa tarafidan asta-sekinlik bilan ko'chirib olamiz. Qarabsizki, 6 ta tuxumdan tayyorlangan shunaqa balangina biskvitimiz tayyor. Endi buni 3 ga yoki 4 ga bo'lib, orasiga krem surib, yangi yil tortini tayyorlasanglar bo'ladi.